Assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi real testimiz obyekti Leapmotor S16 gibrid elektromobili. Ushbu elektromobilimiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qanday? 5 ta joyida birgalikda ko'rib chiqamiz. Biz taxmin qilmaymiz. Qo'limdagi apparatimiz ko'rsatayotgan real natijalarni ko'rsatamiz. Leapmotor gibrid elektromobilimizning haydovchi o'rindig'idagi magnit maydonimiz 3-4 milligauss. Haydovchi oyoq osti 5 milligauss. Markaziy konsol 3-4 milligauss, 3,5 gacha ko'tarildi. Monitorimizdagi ko'rsatkich 4 milligauss. Yon o'rindig'imizdagi ko'rsatkichimiz 3,5 milligauss. Orqa o'rindig'imizdagi ko'rsatkichimiz 4 milligauss. Leapmotor S16 ning eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichi haydovchi oyoq ostida 5,5 milligauss. Deepal S07 gibrid elektromobilining eng yuqori ko'rsatkichi monitorda 4 milligauss. Oradagi farq 1,1 milligaussga Leapmotor ko'rsatkichi balandroq.